Hamma kasal bo'lgan bo'lsa kerak. Eng qizig'i hammani ayasini o'zbek xalq tabobatidan xabar bor. Xalqning xabari yo'q haliginaga tabobat borligidan. Ibn Sino ham сообщение yozadi, uka, asfala sopilinga ketib qolsangiz bizning ishimiz emas bu haligi. Qizilchaga qora kuya tegizib yedirib qo'yish. Aya hech yo'q dori-chi, jon aya desiz, maksimum hali dorilardan ichiladi. Buvalarni bilasizmi? Shunaqa dori soladigan idishi bor. Bunyodkor stadionidan ham katta idishi bo'ladi, bilasizmi? Chunki buvalar yer yuzidagi hamma kasallikni ko'rib chiqqanda. Ashundan bunday dori qarab turib, mana dorini srog o'tib qoladi deb ichib qo'yasanmi? Kalamishman men uni ichib qo'ygan, u qolib ketayotgan dorini ichib qo'ygan. Menga ham bir doktorga ko'rsatib ichiringlar. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Ayamu mayli, meni tinchitib qo'yishga haqqi bor. O'zi tug'ilgan yana bitta tug'iladi. Bitta o'rtog'i telefon qiladi. Ha, o'g'ling og'riyapti, meni ham o'g'lim xuddi shunaqa og'ruvdi. Savzi qizitib orqasiga tiqib qo'ydigan deyaveradi haligi opa. Ayam bunday qarab turib, seryozni, rostdan. Savzi yo'q, bir obunovat konut qilib qo'ysak bo'lmaydi. Obunovat konut faqat og'zimga tiqib qo'ysanglar, gemoroy opalarmi orqamga tiqib qo'ysanglar.